Real Madrid kambeklar jamoasi ekanligini yana bir bora ko'rsatib qo'ydi. 90+3-daqiqada Ramon gol urib Realga g'alaba olib keldi. Shunday tarkib bilan g'alaba qozongan Real Madrid uchun like bosishni unutmang. Biz esa o'yindan keyingi eng qiziqarli xabarlarni sizga taqdim etamiz boshladik. Ancelotti qaysidir jamoa Realdek 40 ta zarba berganini eslay olmayman. Real Madrid bosh murabbiyi Carlo Ancelotti La Liga 36-turdan o'rin olgan Mallorcaga qarshi o'yindan so'ng o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Jamoa juda yaxshi o'ynadi, qattiq kurashdi, yuqori intensivlikda harakat qildi va haqqoniy g'alabaga erishdi. Xursandmiz, chunki mavsumni yaxshi yakunlashni xohlaymiz. Bahs yaxshi boshlanmagan edi, lekin jamoa har tomonlama a'lo darajada o'ynadi. Bizda 12 nafar jarohatlangan futbolchi bor. Bunaqasi kam uchraydi. Har bir o'yinchining to'g'ri ruhiyati orqali bo'shliqlarni to'ldirishga erishdik. Qaysidir jamoa bizdek 40 marotaba zarba berganini eslay olmayman deya italiyalik mutaxassisning so'zlarini keltirmoqda Marca nashri. Madrid klubi bellashuvda zarbalar soni bo'yicha o'ziga xos rekord o'rnatdi. Real Madrid yangiliklari Telegram kanalimizga barchangizni taklif etib qolamiz. Bu yerda siz Real Madrid haqidagi eng qiziqarli xabarlarni birinchilardan bo'lib ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Gollarni ham muntazam ravishda joylab boramiz. Telegramga o'tish manzili kommentariyada. Mbappe Real Madrid tarixida debyut mavsumida 40 ta gol urgan ilk futbolchiga aylandi. La Liganing 36-turida Mallorcaga urilgan gol Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe uchun Madrid jamoasi libosidagi 40-gol bo'ldi. Squashga xabarga ko'ra, 26 yoshli fransuz klub tarixida debyut mavsumida shuncha gol urgan ilk futbolchiga aylandi. Mbappening La Ligada 28 ta, Chempionlar Ligasida 7 ta, Ispaniya Kubogida 2 ta, qit'alararo kubok, Ispaniya Super Kubogi va UEFA Super Kubogida bittadan goli bor. Ma'lumotlarga ko'ra, u Ispaniya futbolidagi birinchi mavsumida 40 yoki undan ortiq gol urgan tarixdagi ikkinchi futbolchi hamdir. Bungacha faqat braziliyalik Ronaldo bunga muvaffaq bo'lgan. U 1996-97-yilgi mavsumda Barselonadagi birinchi mavsumida 47 ta gol urgan. Real Madrid va Bournemouth Heisen transferi borasida kelishuvga erishdi. Real Madrid Dean Heisen transferini hal qildi deb xabar bermoqda Fabrizio Romano. Madrid klubi 20 yoshli himoyachi uchun 2026-yil oxirigacha 50 million funtni bo'lib to'laydi. Bournemouth bu taklifga rozi bo'ldi. Endi ispaniyalik futbolchi bilan shartnomaning detallari hal qilinadi. Bu muammo bo'lmasligi aytilmoqda. Din uchun Realda o'ynash doim asosiy maqsad bo'lgan. Xabarga ko'ra, qaymoq ranglilarning yangi ustozi bo'lishi kutilayotgan Xabi Alonso rahbariyatdan Heisen transferini tezlashtirishni so'ragan. Himoyachi bu mavsumda APLda 30 ta o'yinda 3 ta gol urgan. Real Madrid futbolchisi voyaga yetmagan qiz ishtirokidagi videoni tarqatishda gumon qilinmoqda. Voqea sodir bo'lgan joyda Madrid klubi akademiyasining boshqa tarbiyalanuvchilari ham bo'lgan. Real Madrid himoyachisi Raul Asensio voyaga yetmagan shaxs ishtirokidagi videoni tarqatishda gumon qilinmoqda. Ispaniyaning Gran Canaria orolidagi San Bartolome sudi tergov boshlanganligini va 4 futbolchi jumladan Asensio ustidan jinoiy ish qo'zg'atilishi mumkinligini ma'lum qilgan. Bu haqida The New York Times nashri xabar berdi. Videodagi harakatlar 2023-yil Gran Canaria oroli janubida joylashgan klubda sodir bo'lgan. Unga ko'ra, futbolchilar voyaga yetmagan qiz ishtirokidagi videoni ruxsatsiz yozib olib, WhatsApp orqali tarqatganlikda ayblanmoqda. Dastlab bu ishda guvoh sifatida so'roq qilingan Asensio keyinchalik gumonlanuvchiga aylangan. Bu yilgi mavsumda sizningcha Realning eng yaxshi futbolchisi kim bo'ldi? Sizga qaysi futbolchini o'yinlari yoqdi? Izohlarda yozib qoldiring. Biz esa siz bilan hozircha xayrlashamiz. Yaqin soatlarda yana g'oyibona ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Bizdan uzoqlashmang.